$775 ota-onamni xursand qilaman degan ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Sizlar bilan Umra safari haqida gaplashamiz. Xo'p, bu $775 degan paketingizda ziyoratlar, sayohatlar qanaqa bo'ladi? Bular to'g'risida ham bir to'liq ma'lumotlar berib o'tsangiz. 14 kunlik ziyoratimiz bo'ladi, Xudo xolasa. 14 kunlik Umra paketimiz. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, Xudo xolasa. Standart paket. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Xudo xolasa. Madinada gastnitsa oraliq masofasi 200-300 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2,5 kilometrgacha bo'ladi, Xudo xolasa. Gastnitsalarimiz yaxshi sharoitlar bo'ladi, do'st chiroyli sharoitlar bo'ladi. Eng yaqin chistollarga hozirgi kunda 1-fevral kuni Namangan-Jidda primoy reys bor. O'sha $775 deyotganim Namangan-Jidda primoy reys. Namanganlik aka-ukalarimiz bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, komment fikrlarni yozib ketinglar. Biz boramiz inshaalloh deb yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lamiz. 1-fevral kuni 26-yil 1 kun faqat $775 plyus bo'lsa, vizangiz bo'lsa, bemalol o'sha sizni Umraga uchirib yuboriladi, Xudo xolasa. Endi vizangiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, $875 pul bilan kelasiz, qizil pasportingizni olib kelasiz. Bemalol chiroyli joylarni bron qilib, do'stlar uchirib yuboriladi. Mana yaqin qolganligi sababli o'sha narx-navolar jicha yangiroq qilib aytilgan. O'zi asli $1100, $1050, $1200 gacha olinish kerak bu standart paket. Chunki peresadka yo'q batda. Bitta primoy reys. Xo'p, bu hozir siz aytgan polyotkamiz Namangan-Jidda bo'ladimi shunda? Birinchi sanadagi? 1-fevral kuni Xudo xolasa 1 kun Namangan-Jidda $875 Xo'p, deb belgilandi. Xo'p, 3-sanamizdagichi bu to'g'risida ham bir ma'lumot bering. 3-fevral kuni Farg'ona-Jidda primoy reys bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Buni $950 deb belgilandi. Agar vizangiz bo'ladigan bo'lsa $850 deb belgilandi. Farg'ona, Marg'ilon, mana shu yaqinlardan ko'rib turgan aka-ukalarimiz bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Joylarni chiroyli bron qilib beramiz. Xudo xolasa ibotlar qilib kelasizlar, 14 kunlik ibotlar. Standart paket, ikkosi ham o'sha bir xilda, o'sha $1100 yozsangiz ham, $1200 yozsangiz ham standart paketda, Xudo xolasa o'sha Madinada 2 mahal ovqatlar, Makkada 3 mahal ovqatlar, barcha ziyorat, sayohatlar hammasi Xudo xolasa bo'ladi. Faqat bular ro'zagacha bo'ladi. Chunki Ramazon boshlangandan keyin o'sha ertalab saharliklar bo'ladi, hech payt Xudo xolasa o'sha iftorliklar bo'ladi. Ko'proq ibodat bo'ladi ro'za oylarida. Xo'p, endi bu ro'za-yu Ramazon oyiga ba'zi bir aka-ukalarimiz, yoru birodarlarimiz ota-onam bilan boraman deb niyat qilganlar, ro'za-yu Ramazon oyida o'sha yerda bo'laman deb niyat qilganlarga bu ro'za-yu Ramazon oyiga ham qanday paketlaringiz bor? Bular haqida ham birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik, uchinchi 10 kunlik haqida to'liq ma'lumotlar bersangiz, iloji bo'lsa shularni ham narxlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Birinchi 10 kunlik Ramazonni birinchi 10 kunlik Xudo xolasa narx-navolar belgilandi. $1100 bilan $1200 atrofida bo'ladi. Chunki shunaqa narsaki, haligi bilet narxi oshib tushishi mumkin. O'shani hisobiga ekranda nomerlarga aloqa qilsalaring, o'sha batafsilroq ma'lumot berishadi operatorlarimiz. Chiroyli qilib joylarni bron qilib berishadi. Ikkinchi 10 kunlik keladigan bo'lsak, $1300 atrofida bo'ladi. Uchinchi 10 kunlik $1400 atrofida bo'ladi. Chunki jicha aqa-baqa bo'lishi mumkin, narxi tushishi, ko'tarilishi mumkin. To'liq aytmayotgan sababi narx o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bizdan xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qaysi bir paket sizlarga yoqadigan bo'lsa, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'sha mo'ljallangan kunlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni qilib berishni operatorlarimiz. Bir hafta bir marta Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Namangandan bir hafta bir marta Namangan-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Qaysi kun sizlarga ma'qul kelsa, chiroyli qilib joylarni bron qilib berishadi. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Endi Xudo xolasa kimdir yana qandaydir savollari bo'lsa, o'zini qiziqtirgan ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, albatta barcha savollaringizga javoblar beriladi. Barchalaringizga rahmat.